Toshkent davlat transport universitetida barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarish bo'yicha iqlim o'zgarishining roli mavzusida ikkinchi xalqaro konferensiya o'tkazildi. Mazkur anjuman bugungi kunda dolzarb muammo bo'lib qolayotgan global iqlim o'zgarishi va uning suv resurslariga ko'rsatayotgan ta'sirini chuqur ilmiy tahlil qilish, shuningdek samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishga qaratildi. Bundan tashqari, iqlim o'zgarishining suv manbalariga ta'siri, transchegaraviy daryolarni boshqarishdagi hamkorlik, suvni tejash texnologiyalari, ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish yo'nalishlari muhokama qilindi. Dünya genelinde su gerçekten çok önemli bir konu. Aholi sonining keskin o'sishi fonida suv resurslarining kamayishi global miqyosda dolzarb muammoga aylangan. Ushbu masalaga bag'ishlangan tadbir bu boradagi muhokamalar, tajriba almashinuvi va yechim izlash uchun muhim maydon vazifasini bajaradi. Tadbir doirasida bir qator mavzular ko'rib chiqilib, ilmiy asoslangan xulosalar hamda kelajak uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishi kutilmoqda. Bu esa suv boshqaruvi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish yo'lida muhim qadam bo'ladi. 9 davlatdan tashrif buyurgan mutaxassislar suv resurslarini tejashda innovatsion yondashuvlar, zamonaviy monitoring tizimlari, raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini taqdimotlar va ma'ruzalar orqali tushuntirdi. Bu esa talabalar kelajakda ushbu sohada loyihalar qilishga va uni amaliyotga joriy etishga xizmat qiladi. Özellikle erken kariyer döneminde olan. Ayniqsa ilmiy izlanishlar yo'lini endigina boshlagan yosh tadqiqotchilarimiz, faol va izlanuvchan talabalarimiz uchun ushbu tadbir katta amaliy ahamiyat kasb etadi deb hisoblaymiz. Bu kabi anjumanlar nafaqat nazariy bilimlarni boyitish, balki turli sohalarda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar bilan fikr almashish, tajriba orttirish va yangi g'oyalarni shakllantirish uchun ham muhim platforma hisoblanadi. Tadbir yakunida konferensiya ishtirokchilari tomonidan qabul qilingan tavsiyalar asosida ilmiy-texnik yechimlar va hamkorlik memorandumlari ishlab chiqildi. Bu esa nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqada suv resurslarini samarali boshqarish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ladi.